O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trampning taklifiga binoan noyabr oyi avvalida amaliy tashrif bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'ldi. Washington shahriga amaliy tashrifning ishbilarmonlik dasturi yakunida prezidentimiz AQShning yetakchi kompaniyalari, investitsiya fondlari va moliya institutlari vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Davlatimiz rahbari ushbu uchrashuvda nutq so'zlab, ikki mamlakat o'rtasidagi strategik sheriklikning ustuvor yo'nalishlarini ko'rsatib o'tdi. Tashrif davomida tomonlar faol aloqalarni davom ettirish, yangi qo'shma loyihalarni ishlab chiqish hamda strategik sheriklikni amaliy natijalar bilan boyitish borasida o'zaro kelishib oldi. Bir qator kelishuvlardan biri O'zbekiston va AQSh uran, mis, volfram, molibden va grafit qazib olish hamda chuqur qayta ishlashni rivojlantirish, ishonchli yetkazib berish zanjirlarini yaratish va AQShning ilg'or qayta ishlash texnologiyalarini joriy etishni rejalashtirishdi. Shu kuni ikki tomonlama bir qator muhim hujjatlar imzolandi. Xususan, Geologiya vazirligi va Denali Exploration Group kompaniyasi o'rtasida nodir yer elementlarini ishlab chiqarish bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi bitim. O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hamda Re-Element Technologies kompaniyasi o'rtasida nodir metallar sohasida loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi bitimlar shular jumlasidandir. Darhaqiqat, O'zbekistonning so'nggi 8 yil ichida AQSh bilan tovar ayirboshlash hajmi 4 barobarga oshgan. O'zbekistonda Amerikaning 300 dan ortiq kompaniyasi muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda. Kuni kecha Olmaliq metallurgiya kombinatiga Amerika Qo'shma Shtatlaridan bir qator vakillar tashrif buyurishdi. 17 noyabr kuni kombinatda bo'lgan AQShning Denali Exploration Group va Go Green Partners kompaniyalari vakillari hamda Geologiya vazirligi xodimlari dastlab Yoshlik 1 va Qalmoq qirqonlarida bo'lishib, ishlab chiqarish jarayonlari bilan bevosita tanishdilar. Mehmonlar yangi barpo etilgan 3-mis boyitish fabrikasining faoliyatini ham ko'zdan kechirishdi. Shundan so'ng kombinat geologlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda istiqboldagi rejalar, hamkorlik aloqalari muhokama etildi. Shu o'rinda ma'lumot, kombinatga tashrif buyurgan Denali Exploration Group kompaniyasi qanday kompaniya? Bu kompaniya toza energiya uchun zarur bo'lgan kritik materiallar, litiy, nikel, kobaltlarni qazib chiqarishga ixtisoslashgan yetakchi kompaniya hisoblanadi. Go Green Partners kompaniyasi esa toza energiya uchun kritik materiallarni qazib olish va qayta ishlash bilan shug'ullanadigan kompaniyalarga sarmoya kiritadi. O'zbekiston investitsion jozibadorligi bilan jahon hamjamiyatini o'ziga jalb etmoqda. Qolaversa, tashrif davomida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh kompaniyalarining investitsiya tashabbuslarini shaxsan qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirib, O'zbekiston xorijiy investorlar uchun ishonchli hamkor va muvaffaqiyat kafolati bo'lib qolishini ta'kidlagan edi.